Said bint Murra al-Fihridan u otasidan rivoyat qilinadi. Nabiy alayhissalom aytdilar: "Kafilul yatimi lahu aw li ghayrihi idza taqallaha fa ana wa huwa fil jannah kahatayni aw kahadihi min hadihi." Fa ashara Sufyanu bi isba'ihi sababa wal wusta. O'z yetimini yoki o'zganing yetimini kafolatiga olgan agar Allohga taqvo qilsa, men bilan u jannatda mana bu ikkisi kabi yoki mana bu va bu kabi bo'ladi dedilar. Roviy Sufyon bosh va o'rta barmoqlariga ishora qildilar. Yonma-yon deb qo'llarini ko'rsatdilar. Shuning uchun bu borada hadis muboraklar juda ko'p kelgan. Yoki bo'lmasam ularga doimo yaxshilikni ravo ko'rish. Odatda yetimni himoyachisi yo'q deb ko'pchilik ularni nazariga ilmaydi, ko'pincha ularga ozor beriladi. Shu narsadan har bir mu'min hushyor bo'lish kerak. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy alayhissalom aytdilar: musulmonlarning uylari ichida eng yaxshisi undagi yetimga yaxshilik qilinadigan uydir. Musulmonlarning uylari ichida eng yomoni undagi yetimga yomonlik qilinadigan uydir dedilar. So'ngra ikki barmoqlariga ishora qilib, men va yetimning kafili jannatda mana bundaymiz dedilar.